Assalamu alaikum hürmetli televizyon kögüçüler. Uyghur televizyosunun gündelik haberlerini görüşünle karşı alınmaz. Aldı bilen haberlerimizden mühim mazmunlarını tanıştırmaz. Mısır'dan qaytkan 7 aşpaz atalmış terörlük cinayeti bilen ayıplanıp 10 yıllıktan yukarı kesip etilgen. 2019 yıllık dini erkinlikini ilgili sürüş ministerliği yığını Washington'da başlandı. Xitay iqtisadının eşiş nispeti 27 yıldan bu yankı en töven seviyeye düşken. Tövenleri iqtidarlar haberlerimizden tepsili mazmunları olsun. Erkin Asya Radyosu'nun xabarida sobiq mahbus Mehmet Tursun Osmanning Xotan'da qamoqxonada ko'rgan va anglag'alarga asosan bayon qilishicha, uning bilan Misrdagi Aslam Uyg'ur oshxonasida ishlagan 7 kishi yurti Xotan xoneriga qaytgandan keyin Xitoy hukumati ularni jinoyatchi guruh deb qarab 10 yillikdan yuqori o'xshamagan muddatli qamoq jazosi hukm qilgan ekan. Ilgari Misrda 6 oy oshpazlik qilganlik uchun Xotanda 1 yildan ortiq qamoqxonada yotgan sobiq mahbus Mehmet Tursun Osman Misrda o'zi bilan Aslam oshxonasida ishlagan 7 oshpazning 2017 yil yurtiga qaytgandan keyin 2017 yilning o'rta oxirlari 10 yillikdan yuqori kesib etilganligini oshkorlagan. Uning deyishicha Misrdagi Aslam oshxonasining xizmatchilaridan Abduzoir va Abduvajid 20 yillikdan, Qahar 18 yillik, Abduvaris, Anas Abdusalomlar 15 yillikdan kesilgan. Oshxona ishlariga yordamlashgan 70 yoshli Abdusalom degan kishimi 12 yillik kesilgan. Mehmet Tursunning bildirishicha, tutqun qilingan 7 kishi og'ir qiyin qistoqning natijasida o'zlari sodir qilgan qilmishni bo'yniga ilishga, Misrga oshpazlik uchun emas, bo'lgunchilik va terrorlik uchun fursat izlab qolgan deb iqrornoma yozishga majbur bo'lgan. Hatto ba'zilari Misrdan vazifa bilan qaytib kelganligi haqida iqrornoma yozgan. Ilgari Misrda o'qigan biraylarning bayon qilishicha, Aslam oshxonasi Misrdagi 6-7 Uyg'ur oshxonasidan biri, ya'ni nisbatan to'nilg'ini bo'lib, Misrdagi Uyg'urlarga qarata tutqun boshlanganda, eng avval mana mushu oshxonaga pechat selingan va tutqun harakatimi mazkur oshxonadan boshlangan ekan. Mehmet Tursun Osman aslida bu oshpazlarning o'ziga o'xshashlar tirikchilik qo'yidagi kishilar ekanligini, ammo so'roqchilar jinoyatchilar guruhini pash qilsa mukofoti katta bo'lganligi uchun Aslam oshxonasidagi bu 7 oshpazni bir-biriga chetib jinoyatchilar guruhi qilib ilov turg'izganligini ilgari surgan. 15-yil kuni 2019 yillik diniy erkinlikni ilgari surish ministerlar yig'ini Amerika tashqi ishlar ministerligining o'rinlashtirishi bilan Washingtondagi Yahudi qirg'inchilik muzeyining yig'in zalida boshlandi. Yig'inga 20 dan ortiq davlatdan kelgan, o'zlarining e'tiqodi sababli ig'ir bostirish va kamsizlikka uchrayotgan millat va diniy jamoat vakillari, bostirishlardan saqlagan shohidlar, Amerika tashqi ishlar ministerligining munosabatli amaldorlari, jurnalistlar bo'lib 100 ga yaqin vakillar va alohida mehmonlar qatnashdi. İçiliş murasimi xalqaro diniy erkinlik alohida elchisi Sambir Ombek apandining mehmonlarni qarshi olish nutqi bilan boshlanib, diniy erkinlikni ilgari surish ministerlar yig'inining içilish murosimining insoniyat tarixidagi eng vahshiy va ichinishliq irqiy qirg'inchilikning xotiri muzeyi bo'lgan Yahudi qirg'inchilik muzeyida boshlaganligini, bu alohida xotir muzeyida turib, insonlarning aqalli inson haqlari bo'lgan diniy haq huquqlari qo'g'dalmaganda, ularning yana qanday bostirish va qirg'inchiliklarga yuzlanishi mumkinligini aslatish bilan birga diniy e'tiqodi sababli bostirish uchrayotgan xalqlarning vaziyatiga bo'lgan cho'nqur andishlarini ifodalab, xalqlarga e'tiqodi sababli ziyonkashlik qilayotgan hukumatlarning bostirish siyosatlarini to'xtatish va barliq shaxslarning kishilik huquqiga bo'libmi diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilishga chaqiriq qildi. Yig'inda yana so'zga chiqqan Yahudi qirg'inchilik shohidlari va vakillar birdek 2-dunyo urushi mazgilida Yahudilar uchirgan qirg'inchilikda dunyo tarixidagi ichinishliq tragediyaning asla qaytlanmasligini har qanday hukumat, jamoat va har bir shaxs burch deb bilishi va shuning uchun harakat qilishi zarurligini ta'kidladi. Yig'inga Uyg'ur, Tibet, Falun Gong qatorliq Xitoy tarafidan bostirishga uchrayotgan jamoat vakillari sharaf mehmoni sifatida qatnashdi. Xitoy turmisidagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhomi mazkur yig'inga qatnashgan bo'lib, o'zining yig'inga qatnashganidan intayin hayajonlanayotgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan ko'ngli yerim bo'layotganligini, o'zining vakillar oldida Uyg'urlarga vakolatan so'z qiladiganligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministerligining diniy e'tiqod erkinlikni ilgari surish yig'in kun tartibi bo'yicha keyingi 3 kunda Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning sohibxonligida maxsus diniy e'tiqod erkinlikni qo'g'dashga munosabatli yig'in va faoliyatlar o'tkazilgan bo'lib, uningga Xitoyning o'z ichiga olgan davlatlarning ministerlari, diniy guruhlar va jamoat vakillari, kishilik huquq tashkilotlari va boshqalarning vakillari bo'lib, mingdan ko'p odam ishtirok qiladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlarga vakolatan Javhar Ilhomdan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa va Dunyo Uyg'ur qurultiyi sobiq oliy rahbari Robiya Qodir xonim qatorliqlarmi yig'inga ishtirok qiladi ekan va munosib yig'in faoliyatlarida nutq so'zlaydi ekan. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo urushi tufaylidan Xitoy iqtisodining bu yil 2-fasldagi o'sish sur'ati 6.2% bo'lgan va 27 yildan buyon eng tuban saviyaga tushib qolgan. Fransiya agentligi mutaxassislarining aytishicha, Xitoy hukumati iqtisodni qaytadan gullantirish uchun ko'p kuch sarf qilayotgan bo'lsa-mu, lekin bu chekinish yana davom qiladi ekan va eng tuban chekka yetadi ekan.
Xitoy statistik idorasining 15-iyuldagi ma'lumotida bu yil 2-fasldagi iqtisodiy o'sish sur'ati 1992-yildagi saviyaga tushib qolgan. Shundaq bo'lsa-mu bu Xitoy hukumatining va chet eldagi iqtisodshunoslarning taxmin qilganiga o'xshash bo'lib chiqqan. Mazkur idoraning bayonotchisi Mao Shingning aytishicha, Xitoy ichki va tashqi iqtisodiy muhitning murakkabligi, dunyo iqtisodining turaqsizligi va muqim bo'lmasligi bu chekinishning asosiy omillari ekan. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy va Amerika o'rtasidagi iqtisodiy tangpongsizlikni davomli ayblab kelgan bo'lib, o'tgan yili Xitoy mallari qarta tamojni bejini o'stirgan. Shundaqla bu yil 5-maydagi tijorat kengashi mag'lub bo'lgandan keyin bu bojlarning 200 milliard dollar qiymatidagi mallarga bo'lgan nisbati 10% dan 25%gacha o'stirilgan edi. Ammo 6-oyda Osakada o'tkazilgan 20 davlatlar yig'inidan keyin Trump 300 milliard dollar qiymatidagi mallarga bo'lgan boj o'stirishni vaqtli to'xtatgan. O'tgan hafta ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy kengashish telefon orqali qayta boshlangan bo'lsa-mu, lekin yuqori darajalik amaldorlarning uchrashish vaqti hali e'lon qilinmadi. Vanda shirkatining bozor analizchisi Edward Moyaning aytishicha, tijorat urushi Xitoy iqtisodiga intayin cho'ng ta'sir ko'rsatgan bo'lib, iqtisod eng tuban chekiyatgacha bu salbiy vaziyat to'xtamay davom qiladi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.